Uyda manzilimiz Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida, Qo'rg'ontepani shu Qo'shtepa degan joyida. Hali bu yosh mana o'ynoqi. Nomerni qo'yib beraman, Telegram'i bor, xudo xolasa lakasida tashlab beradi. Inshaalloh. Ke. Ilohim menga ham mana shu videoni ko'rib turgan, videoga like bosayotgan akalarimizga mana shunaqalardan 50 tadan uyda baqish nasib qilsin ilohim. Mana do'stlar. Inshaalloh bularni sog'lom qilib, bunday qilib baqish uchun ham mahorat kerak. Oson emas bu qabaqish. Assalomu alaykum vatandoshlar, assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar, sog'misizlar, omonmisizlar? Sizlarga ham har doimgidek videoda boshida yaxshi niyat qilib, chorvalarda, uylarda shunaqa mollar bo'lsin ilohim deb turib, mana shu yerda 17 ta dehqon akamiz bor ekan, mana ikkita 100 ga 100 avlik o'li ham bor ekan. Salkam 1 yildan beri o'zi baqargan, 17 ta molimiz bor. Hozir shular haqida ozgina ma'lumot beraman. Endi ko'pchilik qiziqadi, zeriktirmayman degan umiddaman. Xudo xolasa, mana uy sharoitida bo'layotgan narsalar shaligi. Buqa baqish qanaqa bo'ladi uyda? Qanaqa bo'lar ekan, boqsa bo'ladimi, bo'lmaydimi degan savollar ham juda ko'p bo'lib qoladi. Shularga bitta javob bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, ikkita avlik qo'limiz bor bu yerda. Sementalimiz ham bor ekan, Mikkivanslar ham bor ekan, Greenfordlar ham bor ekan. Общий 17 ta. Xo'p, mollarimiz xudo xolasa sotiladi uydan. O'zi salkam 1 yildan beri baqayotgan akamiz. 5-6 xil yem berar ekan. Xullas, qanaqa yashiran bo'lmagan, dermativ ham bo'lmagan. Hamma yo'g'iga ukolini ham, dorisini ham joy-joyida qilar ekan akamiz. Ko'ryapsizlar mana mollarni 17 ta. Tarozi bor ekan mana shu yerda. Xohlasa turishiga kelishamiz deyapti. Xohlasa taroziga kelishamiz deyapti. Bu yo'narda aytmaylik uka, kelsin, mana shu yerda ko'rsin deyapti, xudo xolasa. Mana shu ustida savdo bo'ladi. Bizda bilasizlar, ko'rilmagan molga dastavka, pastavka degan narsalar yo'q. O'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rib olib ketasizlar. Sabab telefonda baribir mol katta ko'rinaveradi. Kelganinglarda boshqacha. Kilolari 500 plus 600 minus shuni o'rtasida ekan hammasi. Katta-yu bu taraf. Molxonamiz ko'ryapsizlar mana oddiygina bir 5 metrmi 6 metrmi qo'yilgan molxona. Suvlarni ichyapti. Charchab qolmayapsizmi? Kallalaringdan. Mashalloh, mana shu videoni ko'rib turgan hammalarimizni uyimizda kamida mana shunaqa mollardan bir 20 tadan bo'lsin. Assalomu alaykum ota. Varana 50 tadan ham deyim, mendan nima ketdi? Bitta sementalim bor dedi. Mana shular mana sementallar, tasona. Greenford mana mayda Mickey Mouse turibdi bitta. Yaxshi baqqan akamiz, zo'r baqib qo'ygan, tegin arpami shunaqa narsa beraman dedi, ko'proq mol nima dedi, yog'i kamroq bo'ladi dedi, chunki ko'pchilik baqadi, o'sha o'pit oshib ketgan, nima bersa yog'li bo'lib ketadi, nima bersa yog'siz bo'ladi. Mana avliklarimiz ham turibdi, xudo xolasa. Ikkita. Toza 100 ga 100 ekan mana. Inshaalloh. Inshaalloh bizga ham nasib qilsin deb ushab qo'yamiz, nemni qilib keldi. Narxini mancha deb aytmayman, qadrdonlar. Kelishilgan holatda tarozi bor ekan akamizda, xudo xolasa kelaverasizlar. Manzilimiz ko'pchilik videoda oxirigacha eshitmaydi. Manzilimiz Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida, Qo'rg'ontepani shu Qo'shtepa degan joyida. Hali bu yosh mana o'ynoqi. Nomerni qo'yib beraman, Telegram'i bor, xudo xolasa lakasida tashlab beradi. Inshaalloh. Ke. Ilohim menga ham mana shu videoni ko'rib turgan, videoga like bosayotgan akalarimizga mana shunaqalardan 50 tadan uyda baqish nasib qilsin ilohim. Mana do'stlar. Inshaalloh bularni sog'lom qilib, bunday qilib baqish uchun ham mahorat kerak. Oson emas bu qabaqish. Narx-navolarni tashlagan o'zingizlar bilasizlar, lekin yemlar tashlamagan. Bozorga chiqsang, ichida pastga urib qo'yishadi, xafa bo'lib ketasan. Men bu mol baqayotgan akalarimizning ichidagi dardini aytyapman-da. Mana qadrdonlar. Oddiy molxona, shu 1 metrmi, 1.20 mi tashlangan yo'liga oxir bu yog'i mana mollar turadigan joy. 2 mahal donli silos ekan, keyin o'zini donlari bor ekan. Qisqasi, akalarim qiziqsanglar nomerga aloqaga chiqaverasizlar. 17 ta bor hozir bu yerda. Hamma sotiladi. Tarozisi ham bor ekan. Tarozisiga desanglar, tarozisiga, turishiga desanglar, turishiga, xudo xolasa sotib yuborar ekan akamiz. Bozorga olib chiqmayman deyapti, chunki bozorda kasal ko'p, o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Inshaalloh buni qo'yib yuborsa qanaqa o'ynar ekan, rosa o'ynayapti.
Bozorda kasal juda ham ko'p. Shuning uchun uydan sotaman uka. Baqadigani ham bor, so'yadigani ham bor, deyapti. Xullas, hammasidan bor. Adresni qaytarib o'taman. Andijon viloyati, Qo'rg'ontepa tumani, Qo'shtepa degan joyda. Qo'rg'ontepadan bir 8-9 kilometr uzoqda mana do'stlar. Ilohim hammalarga nasib qilsin. Hammalarga nasib qilsin ilohim mana shunaqa mollar baxsh. Sog' bo'lasizlar, hammalarga omad, kamchilik, xatolarga oldindan uzr so'rab qolaman. Videoni tarqatib, qiziqqanlar jo'natish esdan chiqmasin. Omon bo'linglar.